Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta paralarda keyingi haftada nimalar sodir bo'ladi bozorga ko'rib chiqamiz. Endi o'tgan hafta berilgan analizlarni ko'rib chiqsak, birinchi Kajipayda o'tgan hafta narx shu zonagacha kelib, keyin dalshi tepaga chiqib beradi degandek aytilgandek narx shu yerdan atkat berilgan zonadan yaxshigina ko'tarib berdi. Endi keyingi haftaga buni ko'rib chiqsak, ana bu yerda zona qolgan. Narx shu zonagacha kelib bersa, shu zonadan qaytish mumkin dalsh orqaga, yoki buzib o'tsa shu zonadan bitta atkatchi bilan o'sha zonadan reaksiya olib yana dalsh tepaga ketish mumkin. Bu Kajipayga shu. Endi tillaga o'tgan safar aytgandek, birinchi narx dushanba kuni yorib o'tsa tepaga boradi, keyin atkat bilan shu zonadan boradi, yoki pastga tushsa bu zonadan boradi degandek. O'sha payt narx kuchli nima bilan tepaga bordi. Hafta ochilganda aytilgandek, biz aytgandek, ana shu zonadan yuqori kuch bilan bosib o'tgandan yana qaytib keyin ketadi degandek aytilgandek shunday yurib berdi. Endi bunga ana bu yerda gap qolib ketgan. Narx gapni to'ldirish uchun kelish kerak. Menimcha endi bu yog'iga 6000 gacha narx boradi. Faqat atkat tashab o'sha atkatlardan faqat bayga ishlash kerak deb o'ylayman. Shu zonalar narx yana bu yerdan agar qaytsa shu zonalardan yana dalshi bay ko'rishimiz mumkin. Keyingi Euro USDTga USDga aytilgandek ana shu zonaga kelib pastga boradi degandek, shu zonaga kelib pastga yurib berdi. Bu hali yaxshi o'xshab bergan shu ham. Keyingi nimalar AUDSga qarasak, AUDSda ham ancha ko'targan, hali ancha kutamiz, buni ham ko'tarilishi kerak. Aytilgandek shu zonadan trend liniyadan reaksiya olgan, trend liniyani o'zgartirib olsagan reaksiya olib boryapti. Agar buzib o'tsa o'zi pastga sel ko'rinishi ham mumkin bu yerda. Sel ana shunday senaryo ham bo'lishi mumkin. Keyingisi Kajipayga ham bergandikmi? Bu mana shu
pastga yana davom etarsa, mana shu zonalardan kelib yana buy kutish mumkin bu yerdan. Yanisi euro outga hozircha faqat sell, trend is your friends degandek hozircha bunga talish yana sell beraman deb o'ylayapman. Keyingisi GBP bunga ham buy hozircha narx yana tepaga ketish kerak. Outcatga analiz bergandim o'tgan hafta shu zonaga kelib dalish tepaga o'sha bu ham berilgan zonaga aytilgandek kelib dalish ushdi. Hozircha bu hafta uchun shular. Hammaga rahmat.